Assalomu alaykum hammaga. Hozir bir ajoyib joyga kelib qoldik. Buni sizlarga baham ko'rmasam bo'lmasdi. Mana. Ustagalarimiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Chorvoqda do'stlar aylashib keldik ustakalar bilan. Hammani maslahat qilamiz. Mana shu yerga Xudo xolasa 200 dollarga bunday topolmaysizlar. Kesalarni tekinga mehmon qilib jo'natib beramiz. Mana. Ustalar ishlashni ham biladi, dam olishni ham biladi. Mana. Yashash kerak. Mana buni qaranglar, manzarani. Daryoni ikki bo'lingan joyi ekan, daryoni ikkiga. Ha, salqin joy ekan. Mana bunaqa musor tashlab ketmanglar, iltimos odamlar. Chunki keyingi kelgan odamning dili xira bo'lmasin. Nima deysizlar? Mazza qilib cho'milib salqinda dam olishga nima yetsin? Mana tekin xoladelnik. Xoladelnikni ko'ryapsizlarmi? Bepul. Yo'q, tabiiy. Lichkaga yozsalang, lokatsiyani qoldiramiz. Hammaga rahmat.